Farg'onada ilk bor Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashi qoshida siyosatchi ayollar klubi ochildi. Ahmad Farg'oniy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida tashkillangan tadbirda Milliy tiklanish demokratik partiyasidan vakillik organlariga saylangan deputat ayollar qanoti faollari hamda boshlang'ich partiya tashkilotlaridagi rahbar xotin-qizlar ishtirok etdi. Unda so'z yuritgan partiya viloyat kengashi raisi tadbirni ochib, siyosatchi ayollar klubi nizomining mazmun-mohiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Tashkil etishdan maqsad nima? Haqiqatda yurtimizda xotin-qizlar o'rtasida birinchi navbatda tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish, jinoyatchilikni oldini olish, ularning bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka yo'naltirish masalalarida mana shu partiyadan saylangan deputatlarimiz yoniga kirishni maqsad qilib qo'ydik. Albatta bu yerda viloyatda saylangan siyosatchi ayollar klubi a'zolari ishtirok etayotgan bo'lsa, bular joylarga borib, o'zlarida shahar tumanlarda xuddi shunday faol ayollarni yana yonlariga oladilar. Darhaqiqat bugungi tadbirda har bir tashkilot, maktabgacha ta'lim tashkiloti, ijtimoiy himoya milliy agentligi boshqarmasi shu bilan birga mana shu bizni faoliyat olib borayotgan ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish Respublika markazi Farg'ona viloyat hududiy bo'limi ham aynan mana shu siyosiy partiya bilan memorandum imzolayapmiz. Bu memorandumda albatta ko'zda ko'rilgan maqsad joylarda biz yonimizga shuncha ayollar birgalikda hamkorlikda kirib, mana shu eng bugungi kunni dolzarb muammolardan bittasi ayollar va voyaga yetmaganlar o'rtasida tazyiq va zo'ravonlikni oldini olishda hamkorlikda birga ishlashni ko'zda tutyapmiz. Tadbirda xotin-qizlar faolligini oshirish, oila institutini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, xotin-qizlarning ta'limi, sog'ligi hamda iqtisodiy farovonligini ta'minlash borasidagi mavjud muammolarni tizimli va manzilli hal etish, shuningdek, bolalarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar ijrosi yuzasidan parlament, deputatlik va jamoatchilik nazoratlarini amalga oshirish tartibi belgilandi. Aytish joizki, partiyaning loyihalarida ayollar qanoti hamda deputat ayollar ishtiroki alohida e'tiborga sazovordir. Uchrashuvda so'z yuritgan deputatlar tomonidan dastur doirasidagi bir qator loyihalar samarali tashkil etilayotganligi tilga olindi. Misol uchun, uyma-uy loyihasida xotin-qizlar murojaatlari o'rganilib, muammolari joyida hal etilsa, xizmat beminnat loyihasida ko'plab ishsiz xotin-qizlar bandligi ta'minlanayotganligi alohida ta'kidlandi. Mana shu deputatlik faoliyatimda 100 dan ortiq xotin-qizlarimizni xizmat beminnat loyihasidan foydalangan holda ularning bandligi ta'minlandi. Shunday ekan, prezidentimizni iboralari bilan aytganda, xalqning roziligi birinchi o'rinda. Siyosatchi ayol oilada ham, jamiyatda ham, davlat ishlarini boshqarishda ham siyosatchi ayollarning o'rni juda ham beqiyos deb o'ylayman. Shuningdek, tadbir davomida bir qator hamkor tashkilotlar bilan memorandumlar imzolandi. Yakunida to'y bu baxtmi yoxud millatimiz illatlari videorolik namoyish etilib, to'y hashamlarida dabdababozlik kabi odatlarni kamaytirish borasida qatnashchilarning fikr-mulohazalari tinglandi. Shuningdek, siyosatchi ayollar klubining faoliyati bo'yicha kelgusidagi vazifalar tartibi belgilandi.